Tamiz deyishdi. Men dadangni kechir qizim. Menga sizdan or qilingan kuyovi keragi yo'q. Biz surishtirdik. Xo'jayingiz duduq ekanlar-yu. Singlim, o'zingizdan ketmang. Ertaga nima bo'lishingizni bilmaysiz. Bolalarimiz aqlli, mehribon. Dadalarni birovga kulgi qilib qo'yadigan emas. Bu tuhmat Akrom Obidovich. Bilib qo'ying, agar tekshiruv keladigan bo'lsa, men siz uchun bo'ynimni sirmoqqa tiqmayman. Azimni ishdan bo'shatsak, keyin o'rniga siz zodangizni qo'yib qo'yaveramiz. Azim akamni qamab qo'yishdi. Iltimos yordam bering. Biror ayb ish qilgandir-da. Ajrashishga ariza berdim. Ikki dunyoda ham ajrashishga rozi bo'lmayman. Sudga ham bormayman. Ajrashib ketmaysizlar, baribir birga yashurasizlar. Vaqtinchalik O'chir ovozingni. Rostdan ham erkak quda duduqmikan? U juda ham yaxshi inson. Uning boshiga bir tashvish tushgan edi. ishonmasang, sinab ko'r o'sha qizni. Sevgimiz uchun kurashamizmi? Ota-onamga qarshi chiqa olmayman. Gap tamom. Onamdek qiz topganimda uylanaman. Hech kimga qaramang. Ertaga yo shu qizni uyiga sovchilikka borasiz. Bolalarimni baxtini bog'lamay deyapman. Xudo xolasa sizga o'z otandek mehr qo'yaman. Chiroyligina. Ha, kiysang yana ham go'zallashib ketasan, qizim. Deyarli hamma yog'i taxt qilib bo'ldik-a. Matolar bor edi, hali tanlagandik-ku sen bilan. O'shalarni tezroq tikuvchiga olib borish kerak. Bilasanmi, tikuvchilar ham shunaqa chiroyli fasollar aytadi. Tunmasdan tikishadi-yu, bilishadi-da nima urfda ekanligini. O'zingiz tanlab qarab aytavering. Oyijon, anaqa sizni dadingizga ishonaman. Oyijon qizim. Lekin tezroq aytishimiz kerak. Ularga tezroq berib qo'ymasak, ularning vaqti bo'lmaydi-yu. Ko'p bo'lishadi. To'g'ri qizim, to'g'ri aytyapsan. Yaxshi aytding. Chunki to'y bir oydan keyin bo'lsa, ulgurmasdan qolishimiz mumkin. Ha, bular bir yo'g'i lekin qara, shirin. Parda magaziniga borgandim. Barida shunaqa ko'zlarim quvnab ketdi, ishonasanmi? Parda matolar shunaqa bir-biridan chiroyli. To'g'risini aytaman, tanla olmadim. Ertaga yoki indinga ikkalamiz birga boramiz, birga tanlaymiz, xo'p? Bo'ldi, oyijon. Voy. Ajoyib. Bo'lg'usi qaynonang. Alo? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'liklaringiz yaxshimi? Uydagilar hamma yaxshimi? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, to'y harakati bilan charchamayapsizmi? Biz harakatni to'xtatdik. Tushunmadim, nima dedingiz? Uzr, sizlar bilan quda bo'la olmaymiz. Yo'q, qanaqasiga? Nega? Nimaga bunaqa deyapsiz? Oyi, nima deyapti? Sababini o'zingiz tushungandirsiz. Erim yo'q deyaptilar. Uzra. Keyin ertalab Fotiha sarpolarini jo'natib yuborsangiz. Oyijon, gapiring, nima dedilar? Nima bo'ldi, oyijon, nima dedilar? Tinchlik. To'yni to'xtatamiz deyishdi. Yosh bo'lishingizga qaramasdan o'qishni xorijda tamomlabsiz. Bu zo'r. Bilimingiz zo'r ekanda, demak. Dadam, akam ikkalamiz o'qishimizga alohida e'tibor berganlar. Maktab paytimdan til bo'yicha o'quv mashqlariga qatnashganman. Mana Xudoga shukr, dadajonimni niyatlarini amalga oshirdik. Ana, faqat noto'g'ri tushunmang. Dadingiz nima ish qilishlarini so'ramagan ekanman. Dadam haligi 10 yil chet elda ishlaganlar, xorijda. Keyin mana endi qaytib keldilar. Qoyil. 10 yil dadingizni ko'rmaganmisiz? Ha, nimasini aytasiz? Men dadajonimni juda yaxshi ko'raman. Bilasizmi, chetda bo'lsalar ham har kun 2 mahal qo'ng'iroq qilardilar. Hammasini o'z nazoratiga olardilar. O'qiyapsizlarmi, qalaysizlar deb. Endi kelajakdagi maqsadlar qanaqa to'ydan keyin sir bo'lmasa? Qarshilik qilmasangiz, magistraturaga topshirmoqchi edim. Bemalol. Meni qarshiligim yo'q. Agar kelinlik xizmatlardan ortsangiz, bemalol o'qiring. Biz uyimizdagilar ham tushunishadi. Ular ziyoli odamlar.
qaytanga xursand bo'lishadi o'qiyman desangiz. Rahmat. Haligi sizga bitta narsa aytmoqchi edim. Bemalol. Aslida dadam chet elga ketishlarining sababi ularga ishxonada tuhmat qilishgan. Anchagina sarson qilishgan. Juda ham ko'p asabiylashganlar. Shuning uchun sal duduqlanib gapiradigan bo'lib qolganlar, ko'p asabiylashganlaridan. Ko'p emas, ozgina duduqlanadilar. Shifo bersin. Menga bu haqida aytishdi. Xavotir olmang, men bunaqa narsalarga e'tibor qilmayman. Tushundingizmi? Xo'sh, bugungi rejalarimiz qanaqa? Siz nima desiz shu? Nasiba. Nasiba. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom qizim. Nasiba, aytgan quruq mevalaringni olib keldim. Yaxshi qilibsiz. Rahmat dadajon. Nima gap? Nega to'y to'xtatilyapti? Haligi Shirin kuyov bilan uchrashgani chiqqanida sal kuyovga qattiqroq gapirib qo'yibdimi, shunga bu qizga uylanmayman debdi. Shu sababdan to'y to'xtatilibdi. Dadajon, shunaqa bo'lib qoldi, uzr. Nega meni aldayapsizlar? Ha? Hammasini hovlida turib eshitdim-ku. Men sabab, hammasiga do'qligim sabab. To'g'rimi? Yo'q, unaqa demang. Faqat iltimos qilmang, balki yaxshilikkadir. Yo'q. Qanaqasi yaxshilikka bo'ladi? Nechta sovchi shu sabab uyimizdan qaytib ketdi-ku. Hech bo'lmasam shu sovchilar rozi bo'ladi deb o'ylagan edim. Dadajon, yig'lamang. Menga sizdan or qilingan kuyovi keragi yo'q. O'ziga to'q oilaydi-da qizim. Ostonasi tillab bo'lmaydimi? Sizni hurmat qilmasam, menga unaqa oilani keragi yo'q, to'g'rimi? Dadangni men dadangni kechir qizim. Dadajon, kechirim so'ramang, iltimos sizdan. Kechir qizim. Agar o'sha voqea bo'lmaganda bugun duduqlanib qolmagan bo'lardim. Qizimning ham fotihasi buzilmasdi. Shunaqa deng. Menga qarang. O'zi ana kuni aytgan gaplarimni rahbarga eshitib qo'ydingizmi? Har holda siz haydovchi bo'lsangiz, sizni gapingizga menikidan ko'ra ko'proq ishonadilar. Siz men uchun harakat qilyapsiz-ku, jonginam. Sizni aytganingizni qilmaymanmi? Bilasizmi, ish ancha pishib qoldi. Buni ustiga ana ishlayotgan bo'lim rahbarimizdagi eng ilg'or bo'limlardan. Azim ishdan bo'shatsak, keyin o'rniga siz odamingizni qo'yib qo'yaveramiz. Judayam zukko ayolsiz-da, Gulixonim. Bekorga sizni tanlamaganman. Kompaniyadagi eng jozibali ayolsiz, jonginam. Gap bema borasiz. Rostdan o'lay agar. Ishonsangiz xotinimni ismingiz bilan chaqirib qo'yibman. Avoy, ehtiyot bo'ling. Yana kompaniyada sharmandamiz chiqib yurmasin. Men xotinidan qo'rqadigan erkak emasman. Bir deganda javobini berib sizga uylanishim mumkin. Faqat siz aytgan ishimni hal qilib, akamni o'sha azimni o'rniga o'tkazing. Oo. Jazorsiz-ku, ha? Bo'ldi. Unda birinchi men bu ishni tugating, keyin siz bilan shug'ullanaman. O'sha kunni intizorlik bilan kutib yashayapman-ku, asalim. Bo'pti. Unda rahbarimiz oldilariga kirib chiqayman. Keyin siz bilan yana qo'ng'iroqlashamiz.
ishni boshladik. Bo'pti jonim. Muah. Anvar Obidovich. Uzr taqillatmasdan kirdim, lekin tez kirmasam bo'lmasdi. Bilasizmi, g'aflatda qolibmiz. Kompaniyamizdan million pul o'g'irlangan. Mana hisobotlarni qarang. Qanaqasiga? Voy, o'zim ham hayronman to'g'risi. Hisobot qilib o'tirgandim. Keyin qarasam, bir ikkita sonlar, bir ikkita summalar noto'g'ri chiqdi. Menimcha adashdim deb o'ylab yana qaytadan hisobot qildim. Lekin afsuski adashmaganman. Necha marta qilsam ham juda ham katta summa kam chiqyapti. Mana tekshirib ko'ring. Bunday bo'lishi mumkin emas. Kim bu narsaga jur'at etib? Voy, nima desam ekan, kimligini aytishga tilim ham bormayapti. Hammamiz ishongan odam. Ayting, Voy, to'g'risi siz ham u insonni juda ham yaxshi ko'rasiz. Men ham yaxshi ko'raman, lekin qarang, shunaqa ishga boribdi. Nega buncha cho'zasiz? Ayting kimligini. Shu bo'lim boshlig'i Azim aka. Azim Ahrorovni aytyapsizmi? Ha, xuddi o'sha. Qarang, hammamiz halol, mehnatkash, yaxshi inson deb yurgandik. Keyin hozir kompaniyamizga tekshiruv kelayotgan ekan. Qanaqasiga? Bir tanishim xabar berdi. Axir yaqindigina kelib ketgandik-ku. Voy, bilmasam endi. Meni ham xabarim yo'q to'g'risi. Balki Azim akaning ishlaridan xabar topishgandir. Siz o'zimiz shu Azimni aytyapsizmi? Adashmayapsizmi? Voy, necha marta aytishim kerak? O'zimizni Azim aka. Yo'q, adashmayapman. Har bitta hujjatda Azim akaning imzosi turibdi. Men qarang. Chaqirib kelingmi? Chaqiring, tez chaqiring. Hozir chaqiraman. Assalomu alaykum. Keling, va alaykum assalom. Azim aka, sizni shoshilinch ravishda direktor chaqiryaptilar. Direktor? Tinchlikmi? Nima gaplar bor ekan? Voy. Yo'q, sizni xabaringiz bormi? Endi bilmasam nima masalada? Chiqsangiz bilasiz-da, nomcha qo'rqib ketdingiz yo biron ayb ish qo'yganmi deysiz? Yo'q, qanaqa ayb? Nimalar deyapsiz? Bilmasam endi, bu darajada qo'rqqandan keyin odamning qanaqadir aybi bo'ladi-da. Buni ustiga siz haqingizda kimdir direktorga yomon ma'lumotlar beribdi. Tavba, qanaqa gap? Tinchlikmi o'zi? Kompaniyani katta miqdordagi pullarini o'zlashtirib olganmishsiz. Kim, menmi? Kim bunaqa tuhmat qilishga jur'at etibdi? Bilmasam, tezroq chiqsangiz bo'lardi. Endi chiqsangiz direktorimiz balki aytarlar, balki aytmaslar, lekin bunaqa ma'lumotlar sir saqlanadi. Menimcha hech qachon bila olmasangiz kerak kim aytganini. Tavba. Qayerdan chiqdi bu gaplar? Bilmasam, o'rningizda bo'lganda tezroq chiqardim. Bo'ldi, hozir ketyapman. Bo'ling. Tavba. Bo'pladi. Rahbar hamma gapimga laqqa ishondi. Azim aka yemagan somsasiga pul to'laydigan bo'ldi-da. Ishdan ham ketadi, kamiga qamalib ham ketsa kerak. Bu lavozimga bo'lsa, Xurshidga yana akasini o'tkazamiz. Keyin Xurshidga oilasidan ajrashib, menga uylanadi. Bu nima qilganingiz, a? Nima qilganingiz bu? Hammadan kutsam ham sizdan kutmagandim. Uyalmadingizmi? Ishoning, bu tuhmat. Men bunaqa ish qilmayman. Men ham ana shunaqa deb o'ylardim. Lekin siz meni ishonchimni sindirdingiz. Mana hujjatlar, ishonmasangiz ko'ring. Hamma summani ko'ring. Kirim chiqim hammasi ko'rsatilgan. Men ko'radigan hujjatlarni hammasini ko'rib bo'lganman. Bu tuhmat, Akrom Obidovich. Menga nisbatan tuhmat bu. Agar tuhmat bo'lganida, men o'sha tuhmat qilgan odamni tekshirgan bo'lardim. Bilib qo'ying, agar tekshiruv keladigan bo'lsa, men siz uchun bo'ynimni sirmoqqa tiqmayman. Mayli, kelsin, tekshirsin. Menchi, qilgan ishimga javob beraman, Akrom Obidovich, javob beraman. Turing o'rningizdan, chiqing xonamdan. Turing.
Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. Nonkor. Shuncha oylik beraman. Kelib yana kompaniyamiz daromadiga xiyonat qildi. Halol xodimni gapiga ishonmay, qayerdagi odamlarga ishonib yuribdi. Aybsiz aybdor bo'lib, bir yil qamalib yurganimda mashinamni sotdim. Jarima to'ladim. Sharmanda bo'lganimda qattiq siqilib mana shunaqa do'qlanib qoldim. Esimda hammasi. Tuhmatga chida olmadingiz. Endi mana shu aybim tufayli bolalarimni baxti ochilmayapti. Siz siqilmang dadasi. Bolalaringiz sizni juda yaxshi ko'rishadi. Mana Shirinning ham gapini eshitdingiz-ku. Dadamdan or qiladigan kuyovni menga keragi yo'q deb aytganini. Bolalarimni mehrli qilib tarbiyalagan senga katta rahmat onasi. Dadasi, sizga tuhmat qilganlarni qanaqa bilganingizni hali kecha gapirmaysiz. O'sha kunlarni eslagim kelmayapti. O'sha kunlari meni ham rosa qiynalganimni bilsangiz edi. Bolalarimiz hali yosh. Bir oyog'im uyda, bir oyog'im qamoqxonada. Tinchlikmi qo'shni? So'pa azon etmasdan chiqibsiz, nima bo'ldi? Nodir aka, siz oldingizga iltimos bilan chiqqandim. Xo'sh. Gapiring. Azim akamni qamab qo'yishdi, iltimos yordam bering. Biror ayb ish qilgandir-da. Ularni bilasiz-ku, halol, diyonatli insonlar. Endi aybi bo'lmasa, davlat bekordan bekorga qamamasa kerak har holda. Nima statya bilan qamashdi? Davlat mulkini talon-taroj qilish bo'yicha. Ko'rdingizmi? Davlat bir tiyiniga xiyonat qilganni kechirmaydi. Yo'q, Nodir aka, men erimga ishonaman. Erim qilmagan bu ishni. Kimdir qilib, o'sha pullarni o'zlashtirib olib, erimni bo'yniga qo'yib qo'ygan. Iltimos yordam qiling. Endi siz eringiz bo'lgandan keyin shunaqa deysizda, ko'zingizga aybsizdek ko'rinadi. Siz advokat emassiz, qo'shni, qiziqsiz. Bilasiz, Nodir aka, bolalarim yosh. Agar qayta apellyatsiyaga bersam, ko'rib chiqasizmi? Iltimos. Nodir aka. Qo'shni, foydasi yo'q. Mashinamizni sotdik, jarimaga to'ladik. Iltimos qilaman, sizni tumaningizga qarashli ekan, ko'rib chiqing, yo'q demang. Qo'shnichiligimiz hurmati. Bu ish meni qo'limda emas. Agar aybi bo'lmasa, davlat qo'yvoradi, hukumat qo'yvoradi, adolat qiladi. Ishoning. Nodir aka, iltimos ko'rib chiqing. Rozi qilamiz, yo'q demang. Yordam qiling. Bilaman rozi qilishingga qanaqaligini. Bir kosa osh bilan ikkita nonmi? Savol. Uzr. Qo'shni, men ishga ketishim kerak. Vaqtim yo'q. Allohim, o'zing yordam ber erimga. Mushkulini oson qil. Hayajonlansam, yana duduqlanaman. Tug'ilibmas, turib, duduq bo'lib qoldimi, tavba. Hey, o'shanda qattiq siqilmaganimda bunday bo'lmasmidim. Ishqilib, to'g'ri qabul qilsin-da.
assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Siz adashmasam qizni otasi bo'lsangiz kerak. Keling. Ha, men Shirinning otasiman. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshiman. Ha, qizni otasi bilan bir uchrashsam degan ekansiz. Mana keldim. Juda yaxshi-da. Ha, endi kechirasiz. Meni savolim agar o'rinsiz bo'lsa, uzr so'rayman oldindan. Bemalol aka. Kechirasiz, bu sizni dug'lanishingiz tug'ma emas, ishdagi ba'zi bir sabab orqali orttirgan deyishdi. Shu rostmi? Bu qanchalik to'g'ri? Bu ayni haqiqat. Ish yuzasidan bir yil qamalib chiqdim. Keyin hozir uydaman. Ishxonamga chaqirishdi, bormadim. Chetda 10 yil ishlab, to'y bahonasida qaytdim. Chaqirib olishdi. Xo'p, qayta chaqirishgan ekan. Nega qaytmadingiz? Ko'ngil qolgandan keyin ishga ham bormadim. Ha, shunaqa deng. Ayni qiziqda. Hamma ham asabiylashgandan keyin siqiladi, qayg'uga botadi. Lekin men shu yoshga kirib asabiylashdan duduqlanib qoladigan odamni birinchi marta ko'rishim. Ishonmasangiz, davolangan doktorimni telefonini beraman. Bilib olishingiz mumkin. Ha, mahalladan surishtirishganda ham bilgandirsizlar sababini. Mayli. Buni orttirilgan ham deylik. Lekin bu kasallik ertaga bo'lg'usi nabiralarimizda qaytarmasligiga kim kafolat beradi? Keyin ular ham sizga o'xshab asabiylashsa, ular ham duduqlanib qolmasmikin? Bilmasam, hammasi Allohdan. Bir kunda shunaqa bo'lib qoldim. Tushunarli. Ha, biron nima yeymizmi? Yo, shart emas, men tushlik qilgan edim. Mana ko'rishdik, gaplashdik. Bor haqiqatni o'zimdan bildingiz. Mayli. Bu yoq bir gap bo'lar. Lekin qizim sog'lom, Xudoga shukr. Mayli, hamma ham o'z tengi bilan qo'sha qarib baxtli bo'lsin. Kechirasiz, meni biroz ishlarim bor edi. Amin. Nimagadir bu odamning gapi ham, ko'rinishi ham menga yoqmadi. Nazarimda meni umuman yoqtirmadi. Menimcha gaplarimga ham ishonmadi. Xuddi unga ertak aytayotgandek bepisand eshitib o'tirdi. Ishqilib, oxir baxayr bo'lsin-da. Maqsadda uchrashdi ekan. Kim bilsin, har doimgidek hayajonganlarimdan battarroq duduqlanib ketibman. Unga uncha yoqmadi deng. Mayli, o'ylamang dadasi. Taqdir qilgan bo'lsa, hech narsaga qaramay bo'lib ketadi. Xudodan qizimizni baxtini so'raylik. Gaping to'g'ri.
lekin otasi qanaqadir gapimizga ishonmaydigan g'alati odam ekan. O'zi yolg'on ko'p gapirsa kerak edi. Shuning uchun ishonmagan. Kim bilsin, menga zarur emas-ku aldab. Oqlanganimdan keyin ham ishga chaqirishdi desam, menga ishonmadi. Kiring. Assalomu alaykum. Keling Azim aka, keling. Keling. Mumkinmi? Keling. Yaxshimisiz? Tuzimsiz? Ana aka, marhamat. Yuqoriga chiqing. Qani omi. Qasd qilganlar past bo'lsin, sizga tuhmat qilganlar jazosini olsin. Allohu akbar. O'zi aslida jazosini olib ham bo'lishdi. Guli bilan meni haydovchim ekan. Qarang, bu ikkalasi til biriktirib olishibdi-da. Eshitdim. O'rnim kerak bo'lgan ekan. Eshitdim. Hada. O'sha o'rningiz ham kerak bo'lgan. Ham davlat haligi pullarini talon-taroj qilishda ham sizni ayblashgan ekanda bular. Tavba. Shunchalik ham sodda bo'laman-ma, qarang. Sizdek bir halol xodimga shunday tuhmat qilsa ishonib o'tiribman-da. Boshda bor ekan ko'rarkansan-da. O'zi nimaga chaqirtiruvdingiz? Azim aka, gap bunday. Siz qamalganingizdan keyin siz boshqargan bo'limni haligi haydovchimni akasiga topshirgandik. Ana shu boshqarib butun bo'limni nolga, tupikka tiqib qo'ydi. Mana hozir tayinli bir ishlaydigan odam o'zi yo'q aka. U bo'limni boshqarishni o'zi emas edi-da. O'lmang. Ana. Kompaniyamiz bilan haligi siz shartnoma tuzadigan odamlar bor-ku. Ana shular ham sizni qayta so'rashyapti, aka. Endi Azim aka, ishingizga qaytsangiz. Bilasizmi, meni nima xafa qildi? Siz menga ishonmadingiz. Buning natijasida mana duduq bo'lib qoldim. Lekin buni kechirish qiyin. Endi Azim aka, endi bu ko'rgili ekanda endi aka. Men ham qayerdan bilib o'tiribman bunaqaligini. Yuragimda kamdek qolgan. Kechira olmayman. Aka, Azim aka. Eshitdim. Ish qidirayotgan ekansiz. Mana tayyor joy-ku, keling. Ha, qidirdim. Qamalib chiqqanimdan keyin tutuzgroq ish topish o'zi qiyin bo'lib qoluvdi. Endi mana chet elga ketyapman. Tanishimiz o'sha yerda ish topib beradi. Iya, bu nima deganingiz, Azim aka? Chet elda nima qilasiz? Boshqa davlat, boshqa odamlar bo'lsa, mayli-da. Aka, undan ko'ra, aka, meni taklifimni o'ylab ko'ring, aka. Qarorim qat'iy. Rahmat. Mayli. Sog' bo'ling. Men boray. Attang. Yolg'on tuhmatlarga ishonib shunday xodimdan ayrildim-a. Sizgina. Assalomu alaykum. Nima chaqirtirdingiz? Va alaykum assalom. Qarish Shirin, yaxshimisiz?
meni chaqirtirdingiz. Oyingiz hamma gap doimga aytib bo'ldi-yu. Yoki aytmagan birorta gapingiz qolib ketganmidi? Meni ham tushuning. Otam dadangiz bilan uchrashganlaridan keyin to'yni to'xtatdilar. Xudo biladi hali. Dadangizni qanaqa kasalliklar kutyapti, katta gapirmasinlar. Nima sizning mustaqil fikringiz yo'qmi? Men sizdan yashirmadim, to'g'rimi? Uchrashuvga chiqqanimda aytdim. To'g'ri aytdingiz, lekin men buni bunaqa jiddiy kasalligini tushunmagandim. Kim sizga buni jiddiy kasallik dedi? Men dadam soppa sog'lar. Shunchaki qattiq asabiylashganlarida shunaqa gapiradigan bo'lib qolganlar. Tushunarli. Demak, sizlarda shunaqa asab kasalligi bor. Tushuning, bu ertaga nasl surishi mumkin. Xo'p, men nimaga chaqirdingiz, gapiring, iltimos tezroq. To'g'risi, bu yoqqa chaqirganimdan maqsad mendan ranjimang deb aytib qo'ymoqchi edim, xolos. Nima? Xursand bo'laymi? Duoyam qilib qo'yaymi yana hali? O'zingizni bosing, Shirin, meni eshiting, iltimos. Eshitmayman. Yaxshi ham rad etdingiz. Agar shu gapni o'zim vaqtliroq eshitganimda, o'zim to'xtatib qo'ya qolgan bo'lardim to'yda. Xayr. Ziyoyli o'qigan oilani o'qimagan o'g'li. Yo, siz noto'g'ri tushundingiz. Shirin, to'xtang. Shirin. Nasiba? Onasi? Ha, Labay, shu yerdaman. Qayerdasan? Mana, Labay. Ha, bu qizimiz uyda edi. Ko'rinmay qoldi. Bilmasam, telefoni jiringlab qolgandi. Shunga indamay chiqib ketdi. Haye, senga indamadimi? Yo'q, hech narsa degani yo'q. Ana, keldi. Nima bo'ldi? Onashim, nima bo'ldi senga? Shirin, Ana tentak meni chaqirganda chiqib hammasini mashinasiga gapirib tashladim. Iflos. Qo'y qizim, ular bilan olishma. Balki ota-onasiga qarshi chiqolmayotgandir. Yaxshi bo'ldi, bilasizlarmi, to'y to'xtatilgani. Bo'lmasa ertaga ham hayotda u meni himoya qilolmasdi. Seni nimaga chaqirtiribdi? Axir seplarni akangdan berib yuborgandik-ku. Mendan xafa bo'lmang, iltimos, meni qarg'amang deb yalindi. Shuning uchun meni chaqiribdi. Bo'ldi. Qizim, qarg'ama. To'g'ri, qizim, undan ko'ra o'zingga baxt tilagi, xo'pmi? Ranjimang deydi oyijon, yana uyalmasdan. Ammo qarg'amasam ham Xudo ko'rib turibdi. To'yni to'xtatgani uchun emas. Siz ustingizdan kulib, sizni haqorat qilgani uchun uni Xudo jazosini beradi. Bo'ldi. Mana aytdingiz, beradi jazosini. Qizim. Siz siqilmang, xo'p, dadajon, men sizni yaxshi ko'raman. Yo'q. Men siqilganim yo'q. Hali baxtli bo'lasan, qizim. Senga atalgan baxtning qaymog'i hali olinmagan. Aytganingiz kelsin, dadajon. Siz hech kimga qo'rqmang, xo'p? Xo'p. Oyjon. Qo'ysizchi, endi bo'ldi. Yana yig'layapsizmi? Qizim, hali seplarni qaytarib yuborayotganda dadangni oldida yig'lolmadim. Juda xo'rligim kelyapti. Oyi, xafa bo'lmang. Dadamni tushunmagan oilaga kelin bo'lmayman. Bu narsalar to'ydan keyin bo'lganda chidolmasdim. O'zingiz doim aytardingiz-ku. Nima bo'lsa yaxshilikka bo'ladi qizim deb, to'g'rimi? To'g'ri qizim, to'g'ri. Lekin nima yig'layapsiz bo'lmasam? Bilasanmi, hammasidan avval qilgani akang sepni olib ketayotganda dadangni ko'z yoshlarini o'smatiy olmadilar. Dadang o'zini kechira olmayaptilar, qizim. Ayting dadamga, hammasi yaxshi bo'ladi-da. Assalomu alaykum. Assalomu Hormanglar, yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi keldingizmi? Qalaysan, Shirin?
Yaxshimisan bolam? Yaxshi keldingmi? Ha, oyi, sizda bitta gapim bor edi. Xo'p, gapir, nima gap? Shu siz sizga Sabina haqida gapirgandim-ku. Xo'sh. Shu uyiga tez-tez sovchilar borishayotgan ekan. Siz ham sovchilaringizni yubormasangiz, uzatib yuborishadi deydi. Iloji bo'lsa, sovchilikka borib keling. Mayli bolam, mayli. Faqat oldin seningni uzatib olaylik, keyin mayli borib kelamiz. Ungacha biroz poylab turasan-da, xo'p? Oyijon, nima deganingiz? Akam bo'lsalar mendan kattalar birinchi to'ylari bo'lishi kerak emasmi? Endi mayli. Ammang bilan gaplashib, borib kelamiz. Oilasini bilib kelamiz. O'zi xavotir olmasangiz ham bo'ladi. O'zimizga o'xshagan oddiy oila. O'zi ham odobli, yaxshi qiz. Bir yildan beri gaplashaman. Aha, shunaqa degin. Ha, men Sabinani bilaman. Har baloni bilasan sen. Juda yaxshi qiz oyijon. Shiringina. Har baloni bilasan sen. Bugun doktorga bordingizmi? Ha, bordim. Nima dedi? Har doimgidek asabiylashmang. Sekin-sekin hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Juda tuzalib ketmasam ham duduqlanishim kamayarmish. Qiling-da doktorni aytganini. Ko'ryapsan-ku, uydagi ahvolni. Bolangni taqdiri mana shunaqa bo'lib turgandan keyin qanaqa asabiylashmayman. Harakat qiling doktorni aytganini qilishga. Mana shu to'ylarni boshlaymiz deb arang chet eldan qaytardim sizni. Qo'ymading-da. Kelavering deyaverding. Yaxshisi o'sha yerda yurganim ma'qul edi. Qudalar ko'rib gaplashmas edi. To'qligimni bilmas edi. Bu nima deganingiz? Bola katta qilib, to'yini, rohatini ko'rmaysizmi? Qachongacha bola chaqam deb shu yoshingizgacha chet elda ishlab yurasiz? Xudoga shukr. Bolalarimiz aqlli, mehribon. Dadalarni birovga kulgi qilib qo'yadigan emas. Allohimga shukr. Ertaga ammasi bilan Shohruxni yoqtirgan qizinikiga sovchilikka ketyapmiz. Qizingiz akamni to'yini boshlayveringlar deyapti. Mayli. Boraveringlarchi. O'g'limizni to'yi bo'lguncha qizimizni ham baxti ochilib qolar. Yaxshi o'tiribsizlarmi, singlim? Rahmat. Ha, sizda qiz bor ekan. Bizda shu qizga oshiq bo'lgan o'g'il bor. 2 yoshni bir-biriga ko'ngli bor uchun shularni boshini qovushtiraylik deb eshikni taqillatib keldik-da. Ha, meni qizim universitetda o'qiydi. Sovchisi juda ham ko'p. Sovchisi ko'p bo'lsa ham shularni ichidan bittasi eladi ketadi-da. O'sha elib ketadigani biz bo'la qolaylik, ha? Ha, endi nasibda kimga nasib qilsa o'sha oladi. Ikkita farzandim bor. Kattam Shohrux, singlisi bor. Ha, xudo xolisa singlisini ham yetib qolgan. Joy chiqsa uzatib yuboramiz. Ha, qizingizni kelin qilsa keng uyni kelinchagi bo'lib yayrab baxtli bo'ladi xudo xolisa. Ha, menda Sabinam kattasi. Ketidan 2 ukasi bor. Singlim, xo'jayiningiz bormilar?
Xudoga shukur, borlar. Bolalarning tarbiyasi bilan xo'jayinim shug'ullanganlar. Shuning uchun bolalarimning tarbiyasidan ko'nglim xotirjam. Tuzuk, ilohim qo'sha qaranglar, bolalaringiz baxtini ko'ringlar. Ha, aytganingiz kelsin. Qiz poshani ko'rsak bo'larmikan? Ha. Hozir. Qizni onasi ancha chimirilgangan ekan-a? Mayli qo'ying, eshitib qolmasin. Onasi bilan yashamaymiz u. Qizi bilan yashaymiz. Ko'rsak ham har zamonda bir ko'ramiz. Mayli, jiyanimga yoqqan bo'lsa bo'pti-da. Sabina, olib kela qol qizim, choy. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Alaykum assalom. Ko'p yashang qizim, ko'p yashang. Xush kelibsiz. Rahmat, baraka Rahmat, boraver qizim. Meni jiyanimni ham dedi chakki emas. Ha. Jiyanim ham suqsirdakkina yigit. Ha, Xudoga shukr. Ha, qani? Manzil yozib tashlab ketinglar. Surishtiramizda. Mayli, yozib bera qoling. Ha. Rahmat. Dadamiz surishtiradilar. Sizlar ham bemalol surishtirishingiz mumkin. Ha, endi yoshlar bir-birini tanigani bilan baribir yoshda. Bo'pti, unda bizga ruxsat. Ha, mayli. Xonadoningiz to'yxona, murodxona bo'lsin. Qizingiz baxt koshxonasini malikasi bo'lsin. O'g'limiz shu malikani shahzodasi bo'lsin. Allohu akbar. Yaxshi niyat, yaxshi niyat. Mayli, sog' bo'ling. Ana. Oy, jonim. Kelinglar. Ha, opa, qanaqa oila ekan? Yaxshigina, oddiy, o'zimizga o'xshagan. Faqat qiz onasi sal kalondimoroq ekan. Lekin qizi shiringina ekan. Ha. Qiz menga yoqdi. Oldin rasmini ko'rgandim. Ha, aytgancha nima qarorga keldinglar? Ha, endi surishtiramiz deyishdi, manzilinglarni beringlar deyishdi. Manzil yozib berdik. Surishtirishadi-da endi. Shu opa surishtiramiz deyishsa yuragim zirqirab ketadi-da. Chunki bitta yarimta qo'shni duduqligim aytib qo'ysa ish rasvo bo'ladi. Ay, nimaga xavotir olasan? Nimaga ish rasvo bo'lar ekan? Tavba. Tug'ma duduqmassan-ku, ukajonim. Endi Alloh bergan dard o'zi shifosini beradi. Men senga aytsam, taqdir bo'lsa, bo'lib ketadi. To'g'ri aytasiz, opa. Ketamizmi? Ha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Ha, rahmat. Biz surishtirdik. Ha, xo'jayingiz duduq ekanlar-yu. Ay, singiljonim. Ukam tug'ma duduq emas. Qattiq stressdan shunaqa bo'lib qolgan, o'tib ketadi. Opa, arzimagan sabab edi. Ikkala yoshni sevgisiga to'siq bo'lmaylik. Arzimagan sabab? Biz palagi toza avlodmiz. Xudoga shukr, avlodimizda nasl suradigan kasalliklar yo'q. Ha, o'tgan safar kelganingizda eringizni duduqlanishini nimaga aytmadingiz? Bu aytishga arziydigan gap emas-ku, opajon. Tavba. Nimaga arzimas ekan? Ha? Bir kam endi duduq bilan xudo bo'lishimiz qoluvdi. Singlim, o'zingizdan ketmang. Ertaga nima bo'lishingizni bilmaysiz. Qizingiz-chi? O'zingizga siylov. Meni ukamni haqorat qilishga haqqingiz yo'q. Meni sizlarga beradigan qizim yo'q. Gap tamom.
tövbe qildim. O'zini kim deb o'ylayapti? Bu tannos, onasi kim, qizi kim bo'lardi? Bo'ldi, yuring. Bo'lmaydi. Voy, opa, Shohrux xafa bo'ladi-da. Endi Shohrux xafa bo'ladi deb ukamni haqorat qildirib qo'yasizmi? Shu oila bilan quda bo'lasizmi? Bo'lmaydi. Yuring. Sevimli seriallaringizning to'liq qismlari bizning Sini Media YouTube kanalimizda. Birinchilardan bo'lib tomosha qilish uchun sahifamizga a'zo bo'ling va qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishni unutmang. O'tiribsanmi uka? Ha. O'xshamadimi? Onasini fe'li yoqmadi. Shunga o'zimiz yo'q qilib keldik. Shu gapni ko'zimga tik qarab gapira olasanmi? Ha, ayta olaman. Sen yolg'on gapirishni eplolmaysan, Nasiba. Adolat opa, to'g'risini ayting. Men haqimda eshitishgan, ha? Do'qligimni bilishadi, ha? Azimjon, ukajon. Sen o'zingga olma. Shohruxga kimlar qizini bermaydi? Bermasa bermas. Tushunarli. Demak, qo'shnilar do'qligimni aytishgan. Dadasi, asabiylashmang. Qiynalyapsiz. Agar bugun ham o'xshamasa, bir ish qilaman deb o'ylagandim. Meni qo'rqitmang, nima qilmoqchisiz? Nima qilmoqchisan uka? Endi o'sha ishni qilaman deb o'zimga ahd qildim. Bolalarimni baxtiga to'g'anoq bo'lmayman. Nima qilmoqchisiz? Ahmoqlik qilma, Azimjon. Nima qilmoqchisan? Opa, bu ahmoqlik emas, chorasizlik. Iltimos opa, bugun biznikida qoling. Mayli, asabiy buzilmasin. Qolaman. Opajon, yaxshi dam oldingizmi? Rahmat. Kelin. Azimjon nima qilmoqchiligini aytdimi sizga kechqurun? 100 martalabdan so'radim. Miq etganlari yo'q. Yaxshi o'tiribsizlarmi, opa? Rahmat. O'zing yaxshimisan? Yaxshi. Nasiba, faqat sen qo'rqma, xo'p? Haligi sudga borib ajrashishga ariza berdim. Voy, nima? Ajrashishga? Bu nima deganingiz? Qanaqasiga? Sen qo'rqma, faqat qog'ozda bu. Men chet elga ketay. Sen qizimizni turmushga ber, o'g'limizni uylantir. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, xotin. Nimalar deyapsiz? Men ikki dunyoda ham ajrashishga rozi bo'lmayman. Agar sizni o'sha qudalar borishicha qabul qilishmasa, o'g'lim ham, qizim ham toq o'tgani yaxshi. Menga qara, Nasiba. Meni eshit, boshqa choramiz yo'q.
tushunsangchi. Nimaga jimsiz gapiring, biror nima deng, buni noto'g'ri ekanligini tushuntiring bo'laka. Azimjon, ukajonim, bu ishing noto'g'ri. Har zamaga mana shu gap so'z deb oilasidan, bolalaridan voz kechib ketadimi odam degan? Shunday qilsam yaxshi bo'ladi, opa. Men hammasini bolalarim uchun qilyapman. Baxtini bog'lamay. Ikki dunyoda ham ajrashishga rozi bo'lmayman. Sudga ham bormayman. O'sha o'ylab qo'ygan ishing shumidi? Ahmoqlik qilyapsan uka. Chet elga ketsam gap so'z tegmaydi deb o'ylaysanmi? Bu qo'shnilar qayerda bo'lsang ham, chet elga ketsang ham otasi shu deb aytadi. Aytaversin. Eshitgan yaxshi, lekin ko'rib yuzma-yuz gaplashish qiyin, opa. Bolalarimni baxtini bog'lamay deyapman. Bemalol qizimizni turmushga berib, o'g'limizni uylantiradi. Keyin kelaman. Yo'q. Yo'q, Azimjon, hech qayerga ketmaysan. Opa, pochcham aqli yetgan narsaga siz aqlingiz yetmayaptimi? Ajrashing, keyin yana yashaverasiz. Qizingizni uzatib, o'g'lingizni uylantirib oling. Sen nimalar deyotganingni tushunyapsanmi o'zi? Ko'ryapsiz-ku, hatto Shohruxi sevgan qizini oilasi ham qizini bermadi. Bunaqada qizingiz o'tirib qoladi. O'g'lingizni ham uylanadigan vaqti o'tyapti. Menga qara. Sen o'zi singlimmisan yo meni dushmanimmisan, ha? Qaysi aql bilan ajrashing deyapsan? Opa, bu faqat qog'ozda bo'ladi. Bolalaringizni to'yini qilib bo'lganingizdan keyin pochcham chetdan qaytadilar. Menga qara. Seni maslahatingga zormasman, tushundingmi? To'g'risi, meni xafa qilding. Sendan bunaqa gap kutmagandim. Bilganingizni qiling. Yo'q. Aytyapman-ku, bormayman siz bilan sudga. Baraka topkur, bugun ish ko'riladi. Soat 9 ga borishimiz kerak edi. Sudyaga aytasan. Nima bo'ldi desa, hech kim bizga o'g'lini, qizini bermayapti. Chunki otasi erim duduq deysan. Tushuntirasan, axir tushunar u ham. Kech qolyapmiz, 9 ga borishimiz kerak. Bir oy kutdim bu kunni. Yurak qol onasi. Yo'q dedim, yo'q. O'ldirib tashlasangiz ham bormayman. Onasiman. Iltimos qilaman, sendan bolalarimizni baxti uchun boraylik. Nimaga siz tushunmayapsiz? Nimaga tushunmayapsiz? Bolalaringiz siz bilan birga baxtli. Shunda ham 10 yil sizdan ayro yashadik. Shu yillar davomida bolalaringiz sizga bo'lgan mehrini, muhabbatini ushlab qolishi o'zi bo'lmadi. Nimaga tushunmaysiz? Ajrashmayman. Yo'q. Kunni anchadan beri kutdim. Yo'q. Yura qol. Eshiting, bolalaringiz siz bilan baxtli xohlamayman. Nimaga tushunmaysiz? Nimaga tushunmaysiz? Oyijon. Tinchlikmi nima bo'pti? Dada. Oyi, tinchlikmi, nima baqiryapsizlar? Dadangni qaranglar. Ko'rmayapsizlarmi dadangni? Sizni baxtingiz uchun men bilan ajrashib chetga ketmoqchi. Rostdanmi? Ha. Kim bo'lsa ham bizni borligimizcha qabul qilishsin, nima keragi bor bu ishlarni? Eshitdingizmi? Balki dadam haqdirlar. Nima deyapsiz? Mana menga ham sevganimni berishmadi-yu. Nima sevgingizga yetisha olmaganingizga alam qilib ketyaptimi? Mana manfaat ham buzildi. Men zarracha xafa bo'lmadim-ku, dadajon. Menga qara. Sen sevgini qatdan ham tushunarding. O'sha qiz siz uni sevganchalik sizni sevarmikin, ha? Sevadi. Menga qara. Gapni ko'paytirmagin. Oyi, siz nimaga janjal qilyapsiz o'zingizdan o'zingiz? Balki dadamning gaplarida jon bordir. Sizlar shunchaki ajrashib ketmaysizlar, baribir birga yashurasizlar. Vaqtinchalik O'chir ovozingni. Hey. Nimalar deyapsan, ha? Bo'ldi. Nima deyotganingni o'ylayapsanmi? Ahmoq. Shohrux. Nega urasan?
Obbo jiyani, bu uydagilardan arazlab keldim degan. Hech zamonda farzand ota-onadan ham arazlaydimi, ha? Tog'a, hali tushuntirishga ham ulgurmagandim. Endi gapiraman desam, yuzimga tarsitib qo'yib qoldilar. Juda ham to'g'ri qilgan. To'g'ri qilgan. Agar men bo'lganimda tepar edim, tushundingmi? Bunaqa ish uchun. Siz ham oyim yonlarni olasiz-da, ha? Men hech kim yonni olmayman. Xarakterimni bilasan. Oqni oq deyman, qorani qora deyman. Lekin oying bu yerda 100% to'g'ri. To'g'ri ish qilgan. Qara. Otangni tilidagi nuqsonni qabul qilmagan oila bir kun senga ham vafo qilmaydi. Bir kun ishlaring yurishmay qolsa yoki bir og'ir bitob bo'lib qolganingda seni itday xor qilib tashab ketadi. Tog'a, bu nima deganingiz? U qiz meni yaxshi ko'radi. Yaxshi ko'radi. Agar yaxshi ko'rganida o'sha sevganiga erishish uchun ota-onasini ko'ndirardi to'yga. O'zi harakat qilardi. Tushunyapsanmi gapimni? Meni aytdidirsan. Ishonmasang, sinab ko'r o'sha qizni. Yaxshilab sinab ko'r. Asabiylashganimda men ham dadamga o'xshab duduqlanib qolaman degan. Agar o'sha holingda ham seni qabul qilsa, gap bo'lishi mumkin emas, baxtli bo'lasan. Lekin o'sha yerda seni tashab ketsa, meni aytganim bo'p chiqadi. Tushundingmi? Ya, u qiz meni tanlaydi, ko'rasiz. Duduq bo'lsam ham meni tanlaydi. Bo'ldi jiyan. Meni aytganimni qilgin. O'sha sinab ko'rgin, keyin hammasi oydinlashadi. Kelishdikmi? Kelishdik. Bo'pti. Qani endi Siz ham haydang endi, siz ham haydang. Uyingdagilar nima deyapti? Ko'ndirdingmi? Oyim ham, dadam ham to'nni teskari kiyib olishgan. Duduqlanish og'ir kasal emas-ku. Men misol uchun o'zim ham asabiylashib qolsam, duduqlanib qolaman. Menga aytmagandingiz-ku. Aytganim bilan nima foyda? Demak, sizga ham dadangiz o'tgan ekanda. Nimalar deyapsan? Bu nasl qoldiradigan narsa emas. Xo'pmi? Xo'p. Nima qilamiz? Sevgimiz uchun kurashamizmi? Bilasizmi? Men bugun o'zi siz bilan xayrlashgani kelgandim. Ha? Bu nima degani? Men ota-onamga qarshi chiqa olmayman. Meni kechiring. O'g'lim shu paytgacha kelmadi. Mendan arazlab ketdi shekilli. O'zi ahmoq sandiq xotin nega tarsaki tushirding? Katta yigit bo'lsa, O'zini gapini qarang. to'g'ri gapirdi. Fikrini bildirdi. Esingda yo'qmi? Seni ham otasi yo'q deb berishmaganida seni deb qancha kurashganman. Esimda. U ham sevgisi uchun kurashyapti-da. Dada. Lekin o'sha kurashayotgan sevgim muhabbatimga arzimas ekan. Onam sizni qanchalik himoya qiladilar. Bolaligimizdan sizga bo'lgan hurmatni o'rgatib kelganlar. Gap tamom. Onamdek qiz topganimda uylanaman. Oyi, men ahmoq o'g'lingizni kechiring. Kechirasiz?
Akajon, to'g'ri fikrga kelibsiz. U qiz hech qachon oyijonim deb bo'la olmaydi. Oying o'zi lotereyada bitta menga chiqqan. Oyijon, boshlanishi yozgani qopdi-yu. Tinchlikmi, nima boshlanishi kerak? Voy, sening diplomishini topshirgandi. Bugun televizorda ko'rsatishadi. Intervyu bergan ekan. Qani? Magistraturaga kiribdi. Qani? Ko'ramiz. Qaysi kanalda edi hozir? Sevimli kanalida. Mana, boshlanibdi. Men bu yutuqlarga erishishimda dadajonimning o'rnlari juda ham katta. Mana dadajonim mana shu nufuzli universitetni bitirishim uchun juda katta kuch sarfladilar. Ya'ni chet elda biz uchun katta mehnat qildilar. Dadajon, agar siz ko'rayotgan bo'lsangiz, sizga katta rahmat aytmoqchiman. Dadajonim, oyijonim, sizlarga katta rahmat. Mana shu sababli universitetni a'lo darajaga bitirdim. Barchasi uchun minnatdorman. Shira? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Kecha intervyu berganingizda juda ham chiroyli gapirdingiz. Eshitib, lol qoldim. Kadrda orqa fonda yig'lab turgansizmi deysiz? Ha. Shunchaki juda ham dadangiz haqida beixtiro yaxshi gapirdingizki, rahmatli otam esimga tushib ketdi. 5 yoshimda otam bu olamni tark etganlar. Otasi bor insonlarga havas qilaman. Ha, ota-onasi bor insonlar chindan baxtli. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Nima gaplar? Bolam, Shirinning otasi bilan qachon gaplashasan? Uyga borib, usti-boshimga qarab, keyin bormoqchi edim. Nega, tinchlikmi? Sal ikkilanib qoldim-da, bolam. Keyin telefon qildi. Tushunmadim. Nima deyaptilar keyin? Otasi dudu ekan. Shuni kelin qilasizmi? Ertaga nevaralaringizga ham qolsa-chi deb yuragimga g'ulg'ula solib qo'ydi. Oyijonim, siz faqat menga ishoning. Keyin seni sinamaganimga atayin. Ko'nglingizni qoldiryapti oyijon. Oyijonim, hech kimga qaramang. Ertaga yo shu qizni uyiga sovchilikka borasiz. Mayli, gapingda jon bor. Kenayini maqsadini tushunmayman-da bolam. Mayli, yaxshi borib kelgan. Allohim yuzlaringni bir-biringlarga issiq. Xo'p bo'ladi, amin. Aytganingiz kelsin. Shunaqa deng, Behruzjon. Demak, qizimni tanirkansiz-da. Ha. Anchadan beri taniyman. Kuzatib yurgandim. Mana bugun yurak yutib, qo'lini so'ragani oldingizga kelaverdim. Sovchilarni qaytargan mana shu dardim haqida mana ko'rib, o'zingiz bilib turibsiz. Ochig'ini aytsam, menga buni ahamiyati yo'q. Nafaqat men, onajonim ham shu fikrdalar. Odam bilmaydi-ku, qachon, qayerda uni boshiga shunaqangi tashvish, kasalliklar bo'lishini. To'g'ri. Rahmat, o'g'lim. Fikrlash doirangiz ancha keng ekan.
xudo xohlasa qizimni baxtli qilasiz degan umiddaman. Xavotir olmang. So'z beraman. Meni ham boshimda otam yo'q. Bolalik yillarim ota mehrisiz o'tdi. Xudo xolasa sizga o'z otamdek mehr qo'yaman. Rahmat o'g'lim. Mehrozbek. Xudodan sizga o'xshagan mard kuyov so'ragan edim. Mana berdi. Shukr. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, menga bunaqa gapirmang dedim sizga. Necha marta aytdim, necha marta gaplashdik shu mavzuda. Men sizga atayin qildimmi shu narsani? Xo'p, lekin unda mana aybim bo'lgani yo'q. Nimaga tushunmaysiz? Voy. Mabodo siz orqangizdan qamalib ketmadimi? Voy. Balki o'zingiz aybingizni ham ozgina tan olarsiz, a? Hozir men yoningizga boraman. Assalomu alaykum, Chilonzorga. O'tiring. Xo'p. Keyinchi? Xo'p. Sizga qancha yaxshilik qildim, bilasizmi? Ha, esingizdan chiqib qoldimi? Yurardingiz direktor laychasi bo'lib. Sizning lavozimingizni kim ko'tardi? Voy, tushunmadim. Menga qarang, xotiningizdan ajrashib menga uylandingiz. Qancha pulimni sog'ib yurdingiz. Endi kerak emas bo'lib qoldimmi? A? Ha, eslolmayapsizmi? Xo'p, unda eslatib qo'yaman. Esingizda bo'lsa, sizni bitta yaxshi halol odamni qamatdik. Ana undan keyin o'sha lavozimga sizni anu tupoy akangizni o'tkazdik. Endi esladingizmi? Baqirmang menga, baqirmang dedim. Nima deysiz? Tagimga suv quyganlaringni bilgandim. Mana o'z tiling bilan ilinib turibsan. Iltimos bo'ldi qiling. Nima endi? Mendan ham boyrog'ini topib olib endi meni unutib yuborishmi, a? O'zi tegizdagi mashinani men olib bergan bo'lsam, yashab turgan uyingizni men olib bergan bo'lsam. Ye, men olib bergan uyda endi o'ynashingiz bilan yashamoqchimisiz? Hozir kelib qoldim. Hozir uyga kiring, ko'rsatib qo'yaman ikkalangga ham. Chetda to'xtatib yuboring. Shu yerdami? Ha, shu yerda. Qancha bo'ldi? Sizga tekin. Menga ko'p yaxshilik qilgan ekansiz. Yana qarzdor bo'lib qolmang. Azim aka. Nima eksang shuni o'rasan deyishgani rost ekan, Gulixon. Uzr. Birovni oilasini buzib baxtga erishib bo'lar ekanmi? Ha, opa. Yaxshi borib keldinglarmi? Xudoga shukr, yaxshi borib keldik. Ha. O'g'lingni didi chakkimas. Ha, ana oldingi sevgilisidan bo'lgandan keyin yana darrov yaxshi qiz topib olibdi. Qizim juda shirin ekan. Menga juda yoqdi. O'zi qizimizni uzatgandan beri sog'inib qoldim. Voy, Xudoga shukr. Kuyovingiz har hafta yuborib turibdi. Ha, kuyovim tillo. Xudo xolasa yaxshi kelinam uchrasin. Ilohim. Agar shu oila qizini bersa, o'g'ling xudo xolasa baxtli bo'ladi. Ha. Birinchi gal borganinglarda men haqimda borini gapirganmisizlar? Ha, gapirdik, aytdik. Ha, ana erkak quda bir kuyov bo'lmish otasi bilan gaplashsam debdi. Bir gaplashib ko'rsanglar. Bu ham shunaqa deyaptimi?
uchrashaman deydimi? Men bilan gaplashgandan keyin aniq rozi bo'lmaydi, opa. Nimaga unaqa deysan? Bular unaqa odamlar emas. Onasi ham ma'qulgina ayol ekan. Gap so'zlari ma'noli. Gaplashib ko'ribki, hammasi yaxshi bo'ladi. Juda chiroyli kutib olishdi. Qo'llari ko'ksida. Kuzatishdi ham juda bir ehtirom bilan kuzatishdi. Baraka topkurlar. Balki endi erkak xudo o'zini bir ko'rgisi kelayotgandir. Opajon to'g'ri aytyaptilar. Darrov kayfiyatingizni tushirib yubormang. Qachon uchrashar ekanmiz? Sani vaqtingga qarashar ekan. Qachon vaqtlari bo'lsa, aytsinlar debdi. Bo'lmasa kechiktirmasdan ertaga yo'q uchrashaylik. Yaxshi bo'lardi. Yaxshi bo'lardi. Ilohim bolang baxtini topgan rost bo'lsin. Avvalo o'zinglar qo'sha qaringlar. Uzatgan qizing u yoqda. Xudo xolisa uylantiradigan o'g'ling bu yoqda qo'sha qarsin. Sizlarni yaxshi kuninglarni ko'rib yuraylik. Ota-onamni chirog'ini yoqmashdi. Baxtli hayot kechiringlar. Alloh. Aytganingiz kelsin. Yaxshi bo'ldi. Azim aka? Iya. Assalomu alaykum. Rustamjon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Salomatmisiz? Rahmat, rahmat. Sizmisiz? Men ham qarab tursam, ko'zimga siq ko'rindingiz. Azim akam-ku desam, adashmagan ekanman. Salomat bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshi. Xudoga shukr. Hamma yaqinlar yaxshimi? Hammamiz yaxshi. O'zingiz, bolalaringiz yaxshimi? Rahmat aka. O'zi qayerga olib ketdingiz? Shuncha yildan beri ko'rmay qoldingiz. Ketkazib yuborishdi-ku. Eshitdim. Hamkasblaringiz aytishdi. Tuhmatga uchragan ekansiz. Sovuq joylarni ham bir yil ko'rib chiqdim. Xudoga shukr, aybdor emasligim isbotlandi. Lekin o'shani ortidan mana shunaqa dardni orttirdim. Aka, mana oqlanibsiz. Nega o'zingiz ishingizga qaytmadingiz? Chaqirishdi, lekin ishonchim o'lgan joyga boshqa borgim kelmadi. 10 yil chet elda ishlab keldim. Sizdagi mutaxassislar juda ham kam. Axir siz o'z sohasida yaxshi mutaxassis edingiz. Endi ko'chada malakali kirakash bo'lib yuribman. Bechorani qattiq qo'rqitishgan ekan. Haliyam o'ziga kelmabdi. O'zingiz ishlaringiz yaxshimi? Bu firmadagi ishlaringiz qalay? Azim aka, sizga katta rahmat. Yodingizda bo'lsa, birinchi firmani ochishda ustozlik qilgan edingiz. Hammasini o'zi o'rgatgan edingiz. Mana shu tajriba menga butun umriy dars bo'lgan. Ikkinchi firmani ham yo'lga qo'yganman. U yerda ham ishlar yaxshi. Xursandman sizdan. Sizga katta rahmat. Bu yaxshiligingizni hech qachon unutmayman. Aytgancha, bu taraflarda nima qilib yuribsiz? Bolalarni tashvishda, Rustamjon. Ayolim o'g'limga sovchilikka borgan edi. Xo'sh, o'xshamadi. Otasi bilan ko'rishmoqchi edik. Meni ko'rib duduqlanar ekansiz, naslga tortadi deb gaplashgisi kelmadi. Tavba. Mayli. Odamlar ham ajoyibda. O'zi bu dunyoda 7 muchasi sog'lom odam bormikin? Hay tavba. İnsanlarni ko'niga tegadigan deyishmaydi. Yaqinlardan surishtirmaydimi? Sizni qanaqaligingizni mana biz aytmaymizmi? Endi bilasiz-ku odamlarni. Kecha borishgan ekan uydagilarimiz dadasi bilan
ko'rishaylik deyishibdi. Shu uchun bu yoqqa chaqirishdi. Gaplashgani kelgan edim. Xuddi ko'rarga keldim deng. Aslida men ham o'sha quda bilan ko'rishgani keldim aka. Iye. Shoshmang. Nabota sizni o'g'lingizni ismi Shohrux emasmi? Qizingiz Mubin emasmi? Voy. Axir qizim ismi Mubishku. Men Mubishi dadasi bo'laman. Demak siz Shohruxning dadasisiz. Dadasiman. Tavba. Taqdirni qarang uchrashtirganini. Rustamjon, keling boshqatdan ko'rishaylik. Albatta. Ana endi boshqatdan ko'rishamiz. Sog' bo'ling. Ha, bir gapni oldindan aytishim joiz. Mabodo agar meni bu ahvolim sizlarni qoniqtirmasa, men xafa bo'lmayman. Duduqlanganim ko'pchilikka yoqmayapti. Azim aka, hammasi joyida. Axir men sizni necha yildan taniyman. Axir siz bunaqa tug'ma emassiz-ku. Siz o'sha bosimlardan keyin shunaqa bo'lib qolgansiz. Axir bunga o'zim guvohman-ku, Azim aka. Qizimni bersam, sizdek oilaga bermasam, axir bu xato bo'ladi-ku. Aka, to'g'ri, lekin ertaga keyin bu bolalarimiz baxtli yashasin deyman-da. Aka, hammasini qo'ying. Men juda ham xursand bo'ldim. Axir quda qilsam, sizda inson bilan quda bo'laman-da, aka. Axir halolligingiz, odamiyligingiz ko'pchilikka o'rnak-ku, aka. Rustamjon, xursand bo'ldim. To'g'risini aytsam, meni ham Xudoga yoqqan tarafim bor ekanki, sizni insonga qarang, ro'baro qilibdi. Axir bu taqdirda. Shoshmang. Gapga berilib ketib, biror narsa buyurmaymiz. Bir yaxshilab tushlik qilaylik. Xo'p, ukam, qarab yuboring. Hozir. Siz xijolat bo'lmang. Hammasi joyida. Keling. Rustam aka, rostdan ham erkak quda duduqmikan? Qon sursa-ya. U juda ham yaxshi inson. Uning boshiga bir tashvish tushganida uni tuhmatga qoldirishgan. Shundan so'ng u duduqlanadigan bo'lib qolgan. Aslida bilsang, men ishlarim yurishib ketishiga ham, hech kimdan kam bo'lib yashamasinga ham uni ko'p yordam etgan. Yaxshi inson. Opa-singillarim qo'rqitishdi-da. Sen hammani gapiga quloq solmagan. Aslida bu juda ham yaxshi inson. Aytgan, dadasi shularga ko'ndilar, quda bo'lamiz deb aytdilar degan. Nima? Endi ularga biz hisobot berishimiz kerakmi? To'g'ri-ku, lekin gapirganlarga nima deyman? Gapirganlarga aytasan. Qizim ham, xo'jayinim ham shularga ko'ndilar. Meni huquqim qolmadi deb aytasan, fikr bildirishga. Tushundingmi? Tushunarli. Undan ko'ra xursand bo'lsang-chi. Shunday halol, mehribon insonlar bilan quda bo'lyapmiz. Sen esa boshqalarning gapini o'ylaysan. Ayoli ham yaxshi ayol ekan. Gap so'zlari ma'nili. Qudang bormi desa bor degudek. Xullas, endi boshimizga shirin tashvish tushdi. To'y harakatini boshlaymiz. Alo, Mubina, qizim? Dadangga Shohruxning otasi ma'qul kelibdi. Yaqin tanishlari chiqib qoldi. O'zing qayerdasan? Shohrux akang bilanmi? Ularga ham ayt. To'yni harakatini boshlayverishsin. Mayli qizim, kechga qolmasdan tezroq kelgin, xo'p? Vaqtdan qara tez o'tishini. Bir pasda qizimiz katta bo'lib qopti. Sezmay qolibmiz. Nimasini aytasiz? Qani ketdik. Dadasi,
Bo'lg'usi kelinimizni dadasi tanish chiqqanini qarang. Alloh taqdir qilsa chiroyli qilib baxtini ham yasab beradi. Borganimizda shunaqa chiroyli kutib olishdi. Dasturxonni ham to'ldirib qo'yishibdi. Opajonga ham ma'qul tushdi. Qara. Bu yoqda o'g'limizni chiroyli taqdir kutib turgan ekan. Biz qancha siqilib yuribmiz. Kimdirlar bolalarimni uzata olmayman deb xotini bilan ajrashib ham ketmoqchi edi-ya. Endi o'g'li o'lgunimcha yuzimga solasan shekilli. Voy, o'g'limiz. Alo? Ha, bolam ertalabdan yasanib olib, qayoqqa ketding? Kelin bolani oldigami deyman? Yo'q, oyijon. Sevimli telekanaldagi Sevimli kun dasturini ko'ringlar. Xo'p. Tinchlikmi? Ha, bu deyman, biz bolalarimiz ekran yulduzi bo'lib ketishadi-yu. Hozir. Menimcha bunga sabab bitta deb o'ylayman. Ya'ni otam bilan onam deb o'ylayman. Har doim ertalabdan tongda turib dadam duo qiladilar. Onam borlar, mehribon jannatiy onam borlar. Shu fursatdan foydalanib agar ruxsat bersangiz, ota-onamga rahmat aytasan. Dadajon, men hammasi uchun sizga kattakon rahmat. Men siz bilan faxrlanaman. Sizdek dadam borligi uchun ming shukrlar bo'lsin. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Boringizga shukr. Aytgancha, bugun yana dadamning tug'ilgan kunlari. Shu fursatdan foydalanib, dada, tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Rahmat o'g'lim. Bu seni tarbiyang, onasi. O'g'limga otaga bo'lgan hurmatni o'rgatding. Baxtimga bor bo'l, nasibam. Bu kunga yetguncha osmoncha qiynaldikmi dadasi? Nodir aka, erimni ishini apellyatsiyaga topshirgandim. Qayta ko'rib chiqishadigan bo'lishdi. Erimga aniq tuhmat qilishgan. Ish sizni qo'lingizga kelib tushibdi. Iltimos, prokurorga oshirmay turing. Men aniq buni tuhmat ekanligini isbotlayman. Yordam qiling. Qanaqangi tushunmagan ayolsiz ha? Bu ish befoyda, meni qo'limda emas. Sud bo'lgan, prokuror tanishib chiqqan. Endi apellyatsiyaga berganingiz uchun qayta ko'rib chiqishga majburmiz. Iltimos, yaxshilab ko'rib chiqib erimni ozod qilsangiz bo'ladi-ku. Yordam qiling, sizni qo'lingizdan keladi-ku shu. Aytyapman, erimga tuhmat bo'lgan. Yo'q demang. Qo'shni, biram tushunmagan ayol ekansizda. Nima endi men qo'shnining ishi deb boshimga muammo orttirishim kerakmi? Iltimos, yo'q demang. Yordam qiling. Siz dastingizdan endi bu yerdan ko'chib ketaman shekilli, yo orqa mahalladan kirib chiqaman shekilli uyimga. Iltimos, ko'p chiqavermang. Bu ish meni qo'limdan kelmaydi. Iltimos. Nasiba, qiynalmayapsizlarmi? Sizlarni rosa sog'indim.
Biz ham sizni juda ham sog'indik, dadasi. Bolalarimiz ham katta bo'lib qolishdi. Hademay qizimizga sovchi keladi. O'g'lingiz ham universitetni bitkazyapti. Qayta qoling chet eldan. Nasi, nimaga tushunmaysan? Ertaga qizimga sovchi keladi. O'g'limga sovchilikka borasan, otasi bilan ko'rishaylik deyishsa, shunaqa duduqlanib o'tiramanmi? Ha? Ularni to'yini qilib ol. Keyin qaytaman, onasi. Kim nima desa deyavermaydimi? Sizni yoqtirmaydiganlar bilan quda bo'lmaymiz, dadasi. Iltimos, qayting. Yetar. Siz to'g'risi juda charchab ketdim. Bolalarni yolg'iz o'stirish qiyin bo'lyapti. Oyjon. Oyjon. Oyi, hozir eshitib qoldim. Dadam nimaga hali ham g'alati gapiryaptilar? Chet elda davolanaman degandilar-ku. Qo'shnimiz Duduq dadang tuzaldimi, chet elda deb masxara qilib so'radi. Kim nima desa deyaversin. Lekin sizlar otangizni hurmat qilishingiz kerak. Mehr ko'rsatishingiz kerak. Ularni boricha qabul qilishingiz kerak. Otangiz bilan faxrlanishingiz kerak. Nogiron bo'ladimi yo kasal bo'ladimi? Aslo ulardan orqamanglar. Hech kimni sog'lom otasi kelib sizlarga otalik qilmaydi. O'sha otang chetda ishlab sizlarni bekam ko'z boqyapti. Yeganingiz oldingizda, yemaganingizga tezda. O'qishni pulini to'layapti. Nimaga pul kerak desanglar jo'natayapti. Otang sizlar uchun ishlayapti. Qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Otanglarni chin dildan yaxshi ko'rishingiz kerak. Xo'p, oyi. Bolaligimizdan shu gaplarni qulog'imizga quyib kelasiz-ku. Adajon, oyjon. Qaytasizlar? Voy, qizim kelib qopti-ku. Kelinglar, voy o'g'lim, yaxshimisizlar? Rahmat. Voy, Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Yaxshimisan qizim? Sog' salomatmisan? Yaxshimisiz? O'g'lim, yaxshimisiz? Behruzbek. Rahmat. Nima ovora bo'lib yuribsizlar? Ovorasi bor. Rahmat. Sizlar ham ilohim qo'sha qaringlar. Iymonli, e'tiqodli farzandlar bersin. Allohu akbar. Katta rahmat dadajon. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Ilohim bizni ham kelajakda sizga o'xshagan mehribon ota bo'lib, farzandlarni shunaqa chiroyli tarbiya qilish nasib qilsin. Ilohim o'g'lim. Ilohim nasib qilsin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sho'raga. Va alaykum assalom. Rahmat, assalomu alaykum. Ha? Nima beribsiz? Rahmat. O'zinglar yaxshimisizlar? Xush Besta qilmadingmi? Yo'q, xursand bo'ldik o'g'lim. Qudalarim yaxshimi? Ha, sog' salomat yurishibdimi? kechroq kelishadi bular ham. Ha, bo'ldi. Mobilni telefon qilganda qudangiz, ayollari bilan do'stingiz tug'ilgan kun kelishmoqchi ekan. Bilgandek yaxshigina tayyorgarlik ko'rib qo'ygandik dadasi. Ha, keyin o'g'lim, bu yog'iga endi do'stingiz, qudangiz emas, oyijon, dadajon deyishing kerak. Uyat bo'ladi, eshitgan quloqqa yaxshi emas. Ha, buni kishingiz kerak, o'rganasiz. Ha, o'rgatasiz. O'yinlar qilasan endi o'g'lim. Nima qilib turibmiz ichkariga dadasi? Qani? Qani, yuringlar. Yo'q, bola. Anu aytgan masalangiz bo'yicha gaplashdim. Azimjon, yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimi? Ha, rahmat. Kiradan kelyapsizmi deyman? Shunaqa. Bu Azimjon, eshitdim, kimsan Rustamboy deb boyga quda bo'layotgan ekansiz. Endi bunaqa kira qilib yursangiz uyat bo'lsa kerak. Yig'ishtirsangiz ham bo'lar ekan. Ha. Nodirbek, haligi qudamiz boyligimizga, mansabimizga qaraydigan inson emas. U odamiylikni yaxshi ko'radigan mard yigitlardan.
Ha, eshitganman. Juda saxiy tantib o'yladim deyishadi. Endi kezi kelganda Nodirjon yon qo'shnim bo'ladi deb bir shipshitib qo'yarsiz, a? Ha, xo'p. Ha, siz albatta menga haligi qiyinchilik tushganda yordam bergansiz-ku. Ha, aytaman. Xo'p, chiqinglar.